Hürmetlik görürmenler, anlıqçılar. Bugünkü dersimizde yemek içmeklerniki türler bölünüş hakkında sözlep ötümüz. Bedenge köstüğün tesiri noktasıdın ve bizden ne için istimal kılışımızdaki maksat tarafından qaraqan vaqtida yemek içmeklerini mundaq üç xilga bölüşkü buldu. Birisi g'izai mutlak, yani tamamen bizdeki istimal kılış maqsadımız biz bedenniki ihtiyacını qamdaş, rahat görüş, lezzet his qilish uchun iste'mol qiladigan tamoqlarni g'izoi mutlaq deb qaraymiz. E, Bu deganimizda kunlik turmushimizda ajdodlarimizning bizga qoldirgan tajribadan o'tkazib, bizning badanimizga uyg'un kelganligi isbotlangan. Buningdan keyin davom qilsak, madaniyatni va salomatlikni texmi yaxshi ep bag'il bo'lganligi isbotlangan yemek içmekler ko'rsatildi. Masalan, polo, kebab, samsa, lag'man, her türlük muşu yerlik yemek içmekle tabiati cihetten bolsun, miktarı cihetten, rengi, purqi, yasaş, etiş usul cihetlerden bolsun, tarixning tecrübesinden ötken, şundaqla biz niyet qilib, ozuqlanamiz, bedenni tanışaymiz, bedenge huzur ep keladi, deb maqsad bilan ishlagan va iste'mol qilganligimiz uchun bular g'izoi mutlaq bo'ldi. Ya'ni biz maqsadda tomoqliq roli bor deb yasaganligimiz uchun, etganligimiz va iste'mol qilganligimiz uchun bu g'izoi mutlaq bo'ldi. Endi ikkinchi turdagi yemek içmekler bular davayı gıza, yoki g'izoi davo bo'ldi. İkincisi g'izoi davo bo'ldi. Yani niyetimizde, maqsadimizda bu yemek içmekniki tabiatini tushunib turib, ma'lum bir meselemiz bağlılığını bilib turib ve bu meselenin qarshidagi tabiat bilan, yani bizning isig'imiz ishib ketganligini bilgandan keyin bunun qarta soğuk tabiatlik bir yemek içmegimizni iste'mol qilishni ko'rsatadi. Bu niyatga ve bilib turib iste'mol qilish nuqtasidan aytilgan so'zlar. Masalan, isig'imiz ishib ketdi, bunun qarta limon, karabshi, masalan, anar suyu, chuchumal anar suyu, masalan, bihi, masalan, shov guruch, masalan, bular. Bunu iste'mol qilsak bo'ldi. Soğuğumuz ishib ketgan vaqtida tunur kabobi, kaboblar, polo, qo'rdoq, masalan, bularni iste'mol qilish orqali bedenimizdeki qonning suyulib ketishi, a'zolarimizning bo'shab ketishi, yurak harakatining tuvallab ketishi, kayfiyatimizning nacharlab ketishi, put qo'limizning muzlashi, charchishi, bularni şu maqsadni asas qilgan yemekliklarni iste'mol qilish orqali yuqorqi horg'inligimizni yo'qota olamiz. Üçüncüsü davai mutlaq. Bular endi şu Uyg'ur tibobat dorilarini ko'rsatadi va yoki boshqa tibobat dorilarini ko'rsatadi. Maqsadimizda, chunki biz ma'lum bir kesilimiz bor bo'ldi. Bu kesel alıp ketiyotidi. Endi buni tuzatishda qisman qoidalarni bilimiz. Bizda kichigimizdan bizga ota-onamizdan kitoblardan o'rganganimiz bir program bor kalımızda. Mening isig'im ishib ketdi va yoki ma'lum bir kasal bo'ldim. Falon a'zoyimda mushuna bir og'riq paydo bo'ldi. Buni hamda tuzatish uchun ko'p iste'mol qilib bo'lmaydi miqdor jihatdan, lekin issiqligi bak yuqori va yoki sovuqligi bak yuqori ba'zi yemekliklerimiz bor. Bularni iste'mol qilgan vaqtimizda bedenimizdeki ma'lum bir kasallik olib ketayotgan tabiatini iniq bo'lgan ma'lum bir kasal
bizniki bilgen muşu davayı mutlak tipideki yemek içmeklerimiz arkalık tüzdülüdü, tenşildi, yak yok kılındı. Bu program bizim kalımızda var. Biz gerçi tüyüp bulmasak mı? Mesela 10 xil tamakның, 10 xil köktatның, 10 xil meyvenin tabiatını bilimiz. Mesela bilimiz değil. Her ailede bilişki tegişlik, her kişi bilişki tegişlik esli. Bunu bilimiz. Bunu bilge vaktimizde muşu tabiatı nait ıssık, yoki soğuk, yoki höllük bir yemek içmekni istimal kılış arkalık ma'lum organimizdeki ma'lum bir tabiat yoki olmasa ma'lum bir mizajniki bek işip ketishdan kelib chiqqan bir kesilimizni davolaymiz, o'zimiz tangshalaymiz. Demak, bu maqsadda iste'mol qilgan yemak ichmaklar bo'lsa, davoyi mutlaq bo'ldi. Davoyi mutlaq tipidagilarni miqdor jihatdan oz iste'mol qilamiz. Vaqt jihatdami hafta 10 kundan ishib ketmaslik kerak. Ya'ni shu tabiatdagi, o'xshash tabiatdagi yoki bek so'g'uq yoki bek issiq bu yemak ichmaklarni bek uzun mezgil iste'mol qilishga bo'lmaydi. Foyda qildigan deb, faloni kasalni davolaydigan deb bek uzun iste'mol qilishga bir vaqtning ichida miqdor jihatdan to'yg'idek iste'mol qilishga bo'lmaydi. Shuning uchun yuqorida deb o'tgan shu 3ga bo'linish masalasida bizningki bu yerdagi 3ga bo'lishdagi o'lcham bularniki bularni iste'mol qilishdagi maqsadimizga asosan bo'lingan. Masalan, rangi nisbatan boshqa bir kategoriyada bo'lindi. Masalan, yemak ichmaklarniki tabiati nuqtasidan bir xil yemak ichmak tabiati nuqtadan bo'lganda boshqa bir guruhga kirib qoladi. Bu yemak ichmak, ayni bir yemak ichmak bizning iste'mol qilish maqsadimizga qarta bo'lgan vaqtida u yana boshqa bir guruhga kirdi. Demak, yemak ichmaklarni maqsadga qarta bo'lgan vaqtimizda mana shundoq davoyi g'izoyi mutlaq, g'izoyi davoyi g'izo deb shu 3 turga bo'lindi. Bu 3 xil turga bo'lish masalasida boya aytib o'tgandek, kishining tiyib bo'lishi shart emas. Har kishi yemak ichmaklarni iste'mol qilishdagi maqsadimizga asosan shu 3 turga bo'lishni o'rganib olishi lozim. Bu nima uchun buni deganda davoyi g'izo yoki davoyi mutlaq tipidagi yemak ichmaklarni men yaxshi ko'rdim va yoki menga foyda qildi deblan birla vaqtida ko'p iste'mol qilishga va uzun mezgil iste'mol qilishga bo'lmaydiganligini bu ta'limlar orqali bilalaymiz. Bir qism g'izoyi mutlaq tipidagi yemak ichmaklarni biz ko'p iste'mol qildimg'u, uzun mezgil iste'mol qildimg'u, nima uchun bu foyda qilmaydi deb qaraydigan ba'zi xato tushunchalarni bu yerda oydinlashtirib olaymiz. Chunki u yemak ichmaklar g'izo yoki mutlaq tomoq tipidagilar bo'lg'achqa bularni ko'p iste'mol qilish bilan ba'zi kasalliklarimizni tuzatib olg'il bo'lmaydi. Shuning uchun bo'lishdagi va iste'mol qilishdagi maqsadimizga asosan shu g'izoyi mutlaq, davoyi g'izo, g'izoyi davo degan shu ta'limlarni bo'lish usullarini obdan egallashimiz kunlik turmushimizni yaxshi, bexatar, arzon o'tkazishimiz uchun to'liq muhim. Yani oddiy ve orta derecede kasalliklarni ailemizde davolash, yaxshilash jihatdagi bilimlarimizni mush yerdan kelib chiqdi deb qaraymiz. Shunga har kishi tomoqlarniki shifoliq ta'sirini turlarga bo'lingan mana shu ta'limlarni yaxshi egallash orqali ig'ir davolashga, xatarlik davolashga, ig'ir chiqimliq davolashga berib qolmasdan burun
özünü biliş, özünü tanışış, özünü yaxşılaş cihetlerden bana şu təlimlerden paylansız oldu. Bugünkü dersimiz müşahice olsun. Hayır hoş.